Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun avgust oyining birinchi 10 kunligi tugayotir. Mana ketmon dasta, ya'ni ketmon sop uzumlarimiz. Qarang, qanchalar go'zal. Mana uzumlarimiz. Mana uzumlarimiz. Qora xirmoni. Qora xirmoni uzumlarimiz. Ketmon sop uzumlarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ertalabdan biz aslida kuni kecha kuzgi kurtak payvandni boshladik. Mana 1, 2, 3. Kuzgi kurtak payvand. Demak biz ketmon sopi uzumiga payvandakka erta pishar navni uladik. Ajoyib uzum. Mana uchisini uladik. Mana bu holatda kesilib kurtak payvand kesib olinib ichiga qo'yiladi va plyonka bilan mustahkam bog'lanadi. Endi kuzgi kurtak ham oldingi nimalarga o'xshab, payvandlarga o'xshab, faqat uni ham qoidalari bor. Bu yerda namlik saqlanishi kerak. Mana oldindan sug'organmiz buni. Bu yerda kuzgi kurtakning farqi shundaki, ochiq nodira chiqib ketmaydi endi bu yerda. Hali vaqt bor. Oktyabrga qadar umid qilamizki, bu o'zini pishib yetkazadi navdasini. Mana ajoyib. Ulashdan to'xtamaslik kerak. Hozirgi kunda eski bog'larni yangi navlarga zamonaviy bog' qurish uchun, yaratish uchun mana harakatlar bo'lyapti. Rahmat. Shuning uchun biz ham, siz ham yangi navlarni moslashimiz kerak. Bozorda albatta odamlar yangi navlarga moslashishi kerak. Erta pishar navlar kirib kelmoqda. Salkam nima deydi? Yurtimizda juda ko'p yangi navlar kirib kelgan. Biz ham mana shu yangi navni uladik. Mana biz bilan bog'laning. Biz bevosita yordam beramiz. Siz ekmoqchi bo'lgan, yaratmoqchi bo'lgan bog'ni yaratishda, ekishda, payvand qilishda nafimiz tegishi mumkin. Albatta hosildorligini ko'rib turib navni tanlashingiz va ekishingiz kerak bo'ladi. Mana qarang. Mana shu yerda payvandoz payvandakka bog'lanib bu yerda payvand ko'prigida biologik jarayon ijobiy amalga oshsa, demak yangi nav bu yerda o'sishda, rivojlanishda, kurtak otishda davom qiladi. Albatta bu parvarishga ham bog'liq. Mana kuzgi payvand, kurtak payvand shundan iborat, hurmatli do'stlar. Mana har qanday savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Imkon qadar javob beramiz va amaliy yordam berishlarga biz tayyormiz. Mana bevosita siz ham uni o'rganib olishingiz mumkin. Mana uladik.
uladik. Mana eski uzumdan chiqqan mana shu yerda ulab qo'ydik. Mana. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuzatishda davom qiling. Bog' yaratish zero yaxshi jarayon. Hamma bundan bahramand bo'ladi.